ota-onamni, yaqinlarimni Umra ziyoratiga olib boraman degan aka-ukalarimizga hozir bu videoni jo'natib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov va admin Azizbek Olimjonov. Hozirda biz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiya degan joyda biz, Centrum Holidays firmasida biz. Litsenziyaga ega firmamiz. Xo'p, bugungi videomizda to'liq ko'radigan bo'lsangiz, biz sizlarga qanday qilib borish, to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, bizning videomiz agar yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib, har xil qarindosh urug', tanish bilish hamma gruppalarga tashlab qo'yinglar. Sizlar sababli yaxshiliklarga ulashgan bo'lasizlar. Xo'p, videomizni boshlaydigan bo'lsak, Umra safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada bo'ladi, 11 kun Makka da bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizning o'zbek fori akalarimiz xizmatda turishadi, yaxshi chiroyli taomlar bilan siylashadi. Xo'p, Madinada gostinitsa oraliq masofamiz 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. 5 mahal namozga doimiy avtobuslarimiz bo'ladi, qatnaydi. Hech qanaqa muammolarsiz bemalol ibodatlar qilib kelsalar ham bo'ladi. Bundan tashqari sayohat, ziyorat ibodatlarimiz ham bor. Xo'p, Madinada payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilinadi, Qur'on bosmaxonasi, xurmo bog'iga ziyoratlarimiz bo'ladi. Xo'p, Makkada Toyib shahri va Qizil dengiz, bundan tashqari yana mutaxassis 50 boshlarimiz ziyorat, sayohat, ibodatlar qildirib kelishadi birgalikda. Xo'p, batdan ketayotganlaringda, misol uchun Farg'ona Madina uchadigan bo'lsalaring, Farg'onadan sizlarga bizni firmamiz tomonidan bepulga beriladi, bitta to'lov yo'yasiga mana shunaqa bejik beriladi. Xo'p, kamzilcha beriladi, bunda kamzilcha beriladi. Bundan tashqari bu so'mka beriladi. Hammasida Centrum Holidays firmamizning logotipi bo'ladi. Bundan tashqari samolyotda uchgani, avtobusda yurgani, bo'yinga mana shunaqa yostiqcha beriladi. Bu hammasi bepulga beriladi. Buni agar aeroportdan olmoqchi bo'lsalaring, примерно 150 ming, 200 ming atrofida olasizlar. Buni sizlarga biz bepulga beramiz, firma tomonidan bepulga beriladi, shunday. Xo'p, eng yaqin chislolarga hozirgi kunda, xo'p, 22-noyabrdan 30-noyabrgacha Farg'ona Madina, Farg'ona Jidda, Namangan Jidda, Toshkent Jidda, Toshkent Madina yo'nalishlari bo'yicha reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, Toshkentdan uchadigan reyslarimiz $1000 dan qilib beramiz. Farg'ona bilan Namangandan uchadigan reyslarimizni $1050 dan qilib beramiz. Yana bundan tashqari, agar bitta oiladan yoki qarindosh urug', tanish bilish, qo'ni-qo'shnilar bo'ladigan bo'lsa, 10 kishi, 15 kishi bo'lsa, yana ham skidkalar qilib beramiz. Ekranda nomerlar bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Qanaqa sizlar qiynayotgan savollar bo'lsa, javob berishga harakat qilamiz. Bir narsani aytaylik. Agar aka-ukalarimiz ota-onalarni olib borishadigan bo'lsa, ular yosh katta bo'lib, oyoqlari og'riydigan, qiynalishadigan bo'ladigan bo'lsa, Farg'onadan uchishadigan bo'lsa, Farg'onadan bitta aravacha olib, biz birgalikda olib ketsa ham bo'ladi, xohlasa. Bemalol aravachada yetalab yursa bo'ladi. Unga kiloga pul olinmaydi, samolyot pul olmaydi hech qanaqa. Xohlasa, attalam aravacha olishsa bo'ladi, 14 kunga bepulga beriladi, shunday. Bemalol yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Bu foydali bo'ladi. Yana telefon qilsalar ham bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari to'lovlarimizni xohlasangiz Farg'ona, Marg'ilonda yashaydigan aka-ukalarimiz yaqinroqda bo'lishadigan bo'lsa, bizni rasmiy ofisimizga kelib, rasmiy kassamiz bor, to'lov qilsalar bo'ladi. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada bemalol o'zimizni o'zbek so'mida to'lov qilasizlar. Agar xohlasangiz, agar boshqa viloyatdan ko'rayotgan bo'lsalaring bizga Telegramdan aloqaga chiqsalaring, bank shot raqam tashlab beramiz. To'lov qilib, eng yaqin bankka to'lov qilib, hop, bizga cheki bilan zagonapasportlarni tashlab bersangiz, joylarni biron qilib beramiz. Xo'p, yana qo'shimcha savollaring bo'lsa, mabodo qaysi savollaring javob olmagan bo'lsalaring, kommentariyaga yozib ketinglar. Biz sizlarga iloji boricha javob berishga harakat qilamiz. Shu bilan videomizni tamomlaymiz. Yana keyingi videolarda harakat qilamiz. To'liqroq ma'lumot berishlarga doimo sog' bo'linglar. Bizning kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, qarindosh urug'lar gruppasiga tashlab qo'ying. Sog' bo'linglar.